$70 shunaqa shohona zina qildirgan bo'lamiz. 4 etajli binoyimizga chiroyli qilib berilgan bu dombas xonadon juda ham chiroyli holatda qilingan ekan. Shunaqa xonadon hammaga shunaqa zinalar nasib qilsin, bittadan like bosinglar. Xo'p, bu ko'rib turganlaring yong'oqdan 7 yil oldin qilib berishgan. Yangi deb turibdi. 7 yil oldin ustamiz shunaqa sifatli qilib bergan ekanlar, yong'oqdan bo'lgan. Xo'p, yong'oqdan bo'ladigan bo'lsa $100 dan xo'p $200 gacha ustalarimiz chiroyli qilib xizmatlar qilib berishadi. Xo'p, undan tashqari NDFdan bo'ladigan bo'lsa $70 dan boshlanadi. Endi qanaqa hisoblaymiz deganlarga, shu har bitta zinasi $70 dan, yong'oqdan bo'lsa har bitta zinasi $100 dan boshlanib yuqoriga qarab ketaveradi. Shunga ham e'tibor berasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ustakalarimiz qilib berishadi. Birinchi o'rinda sifat. Qaranglar, mo'yshi juda ham arta ishlataverasizlar. Behijolat, svetlari ham juda ham yarashgan. Va asosiysi bu binoyimiz 4 etajli bo'ladigan bo'lsa, aylanasiga chiroyli qilib berilgan. Pastda nomerlar bor. Ravshanbekdan oldimsan, shunaqa sifatli zinalar sizlarga qilib beriladi.